Salom, keling qizim. Men sizga hech qayerda yozilmagan, lekin juda ham katta bir haqiqat haqida gapirib beraman. Tanish, mening ismim Murod, Mirjon, Temur, Jalol, O'rol, xullas kimdirman. Hayotingga kirib kelaman. Har xil va'dalar berib, kerak bo'lsa, yalinib bo'lsa ham seni ilintiraman. Boshida sizlab gapiraman, undan keyin senlashga o'taman. Bir necha oylardan keyin qorong'u tushishi bilan senga telefon qilib 18+ gaplar haqida gapirishni boshlayman. Jonim, qanaqa kiyimda yotibsan? Ishon, yoningda bo'lganimda men bunaqa qilardim, unaqa qilardim degan gaplarni gapirishni boshlayman. Sen esa sevishganlar shunaqa gaplashar ekanda deya sekin-sekin javob qaytarishni boshlaysan. Uchrashganimizda qo'lingdan ushlashga, quchoqlashga, o'pishga harakat qilaman. Sevganing uchun baribir uylanadi-ku degan taxmin bilan shunchaki jim turasan. Undan keyin sen bilan qilgan ishlarimni borib o'rtoqlarimga maqtanaman va sen o'z-o'zidan uylanadigan emas, gaplashadigan qizga aylanasan. Ya'ni ko'cha tilida aytganda tyolka. Bilasanmi qizim, shu joyda kichkinagina eslatma qilib ketay. O'sha senga boshida 18+ gaplarni gapirishni boshlaganimdayoq shunchaki telefonda o'chirib qo'y va 24 soat ichida men senga 50 marta telefon qilsam ham telefonni ko'tarma. Shundan keyin senga qo'l tekkizish yo'qda tursin, hatto 18+ gaplarni gapirishga ham cho'chib qolaman va mening oldimdagi hurmating 2 barobarga ortadi. O'z-o'zidan uylanadigan qizga aylanasan. Bor yo'q shu.